Kartel kelishuvlar. Raqobatni cheklaydigan xatti-harakatlar. Ustun monopol mavqeini suiiste'mol qilish. 18-modda. Raqobatga zid kelishuvlar. Kartel kelishuvlar. 19-modda. Insofsiz raqobat. 21-modda. Davlat organlari tomonidan raqobatni cheklaydigan xatti-harakatlar. 22-modda. Huquqbuzarlikmi yoki normal bozor jarayoni? Yangi yil arafasida Coca-Cola kompaniyasi 30-dekabr soat 6 dan o'z narxlarini 2000 so'mga oshirdi. Pepsi kompaniyasi Coca-Cola kompaniyasi tomonidan narxlar oshirilganligini bilgach, Pepsi kompaniyasi ham shu kunning soat 12 dan boshlab o'z mahsuloti narxlarini 2000 so'mga oshirdi. Pepsi va Coca-Cola kompaniyalari o'rtasida oldindan kelishuv bo'lmagan. Huquqbuzarlikmi yoki normal bozor jarayoni? Yangi yil arafasida Coca-Cola kompaniyasi 30-dekabr soat 6 dan o'z mahsulot narxlarini 2000 so'mga oshirdi. Pepsi kompaniyasi Coca-Cola kompaniyasi tomonidan narxlar oshirilganligini bilgach, Pepsi kompaniyasi esa shu kunning soat 12 dan boshlab o'z mahsuloti narxlarini 3000 so'mga oshirdi. Bundan keyin Coca-Cola kompaniyasi narxlarini yana 1000 so'mga oshirib, Pepsi kompaniyasi narxlari bilan tenglashtirdi. Pepsi va Coca-Cola kompaniyasi o'rtasida oldindan kelishuv bo'lmagan. Tadbirkorlar uchun raqobat nima? Raqobat bu yo'qotilgan foyda, arzon narx. Raqobat bu ortiqcha sarf-xarajat. Raqobat bu mashaqqatli mehnat. Raqobat bu bosh og'riq. Raqobat bu motivatsiya, raqobat bu rivojlanish. Iste'molchi uchun raqobat nima? Arzonroq narxlar, sifatli mahsulot, yangiliklar. Bozor iqtisodiyoti sharoitida narxlar shakllanishi. Talab taklifdan yuqori, narx oshadi, talab taklifdan past, narx tushadi. Narx mustaqil belgilanadi. Raqobat, raqobatchining narxini inobatga olish mumkin. A. Kompaniya $100 plus $5 ko'tarmoqchi. B. Kompaniya $103. C. Kompaniya $105. Narx kelishuvlari. Raqobat o'rniga hamkorlik. Raqobat illyuziyasini vujudga keltiradi. Yashirin monopoliya kabi harakat qiladi. Raqobatga qarshi kelishuv bu nima? Huquqiy ta'rif. Raqobatga qarshi kelishuvlar yoki harakatlar bu bozorda ikki yoki undan ortiq xo'jalik yurituvchi subyektning bozorning har bir ishtirokchisini qanoatlantiradigan manfaatlari, ulardan har biriga oldindan ma'lum bo'lgan, raqobatni cheklashga olib keladigan yoki olib kelishi mumkin bo'lgan kelishuvlar. Bozormi yoki kelishuv? Karantin paytida taksi tariflari 2 baravar oshdi. Talab oshganda narxlar oshishi tabiiy holat. Raqobat yoki soliqlar oshgani sababli. Kun tartibida abonent to'lovlari, internet tariflari, SMS paketlar, to'plamlar. Kartel kelishuvlarning xavfi. Raqobatga qarshi kelishuvlarning ijtimoiy xavfliligi, iste'molchilar manfaatlarini buzishga qaratilgan noqonuniy bitimlar tuzish va adolatsiz ravishda ortiqcha foyda olish yo'li bilan raqobatga qarshi kelishuvlar mavjudligining oqibatlari. Sun'iy narx o'sishi, yangi sifatli to'lovlarning yo'qligi, tovarlarni tanlash imkoniyatining kamligi, tadbirkorlik subyektlari uchun rivojlanish, innovatsiya, samaradorlikni oshirish uchun motivlarning yo'qligi, bozorga yangi o'yinchilarni, ya'ni ishtirokchilarni kirishini oldini olish, bozordagi turg'unlik. Raqobatga qarshi kelishuvlar to'g'risida qonunchilik. O'zbekiston Respublikasining raqobat to'g'risidagi qonuni. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi. Raqobatga qarshi bitimlar. Kelishuv turlari. Gorizontal bitimlar. Bitim tovar yoki moliya bozorida raqobatchilar, shu jumladan
potensial raqobatlar hisoblanadigan xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasidagi kelishib olingan harakatlar va bitimlar. Vertikal bitimlar. Ulardan biri bozorda ustun mavqeni egallab turgan, ikkinchisi esa sotuvchi yoki sotib oluvchi hisoblanadigan raqobatlashmaydigan xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasidagi kelishib olingan harakatlar va bitimlar. Gorizontal bitimlarning turlari. Narxlarni sun'iy ravishda belgilash yoki saqlab turish. Erkin bozor narxlarining qaror topishiga to'sqinlik qilish. Ishlab chiqarish hajmlarini kelishib olish, kamaytirish va tugatish yoxud texnologiyalar va investitsiyalarni cheklashni kelishib olish. Tovar yoki moliya bozorini bo'lib olish yoxud bozorlar ustidan nazorat o'rnatish. Boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlarning bozorga kirishini cheklash. Vertikal bitimlarning turlari. Sotuvchining yoki sotib oluvchining hududini yoki sotib oluvchilar doirasini tovarni keyinchalik qayta sotish maqsadida mustaqil ravishda belgilashni cheklaydigan kelishuvlari va harakatlariga. Tovarlarni qayta sotish uchun narxlarga cheklovlar belgilaydigan kelishuvlar va harakatlarga. Boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan ishlab chiqariladigan tovarlarni xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan realizatsiya qilishni taqiqlaydigan kelishuvlari va harakatlariga. Qoidadagi istisnolar. Agar raqobatga qarshi kelishuvlar va harakatlar ishlab chiqarishni takomillashtirishga, texnika taraqqiyotini yuksaltirishga, innovatsiyalarni joriy etishni rag'batlantirishga, ishlab chiqarish va tovarlarni realizatsiya qilish hajmlarini ko'paytirishga, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga, tovarlarning jahon tovar yoki moliya bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan bo'lsa. Raqobatga zid kelishib olingan harakatlar. Narxlarni o'zaro kelishilgan holda belgilash, oshirish, tushirish. Kelishilgan holda ishlab chiqarish yoki bozorda tovar hajmlarini qisqartirish. Bozor hududlarini o'zaro bo'lib olish. Tender savdolarida minimal narx va g'oliblik navbatlarini kelishish. Kelishilgan holda bozorga yangi tadbirkorlarni kirishiga yo'l qo'ymaslik yoki chiqarib yuborish. Tadqiqotlarga ko'ra, kartellar mavjud bozorda narx 10-15% qimmatroq. Tenderdagi til biriktirishlar natijasida narxlar 25-30% qimmatroq. Kartellar ko'p uchraydigan bozor turlari. Faqat bitta subyekt, monopoliya, raqobat yo'q. Ikkita subyekt, duopoliya, raqobat darajasi juda past. 3-5 subyekt, oligopoliya, raqobat darajasi past. 5 dan oshiq subyekt, mukammal raqobat, raqobat yuqori darajada. Kartel kelishuvlarini aniqlash va isbotlash. Antimonopol organ kelishuv faktini isbotlash kerak. Bevosita dalil. Kelishuvlar og'zaki, maxfiy tarzda tuziladi. Aniqlash oson, isbot qilish juda qiyin. Dalillar. Bevosita dalillar. Shartnomalar shartlarini, shotlar, yuk xatlari, presskurantlar, to'lov topshiriqlari, qarorlar, shu jumladan protokollar, xatlar va hokazolar. Bilvosita dalillar. Axborotlarni og'zaki yoki axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda ayirboshlash, narxlarni oshkora e'lon qilish, bir xil va sinxron harakatlarni amalga oshirish. Raqobatga qarshi bitimlarni aniqlash va isbotlash. Bevosita dalillar. Kelishuvlar sodir etilganligini yoki ularni sodir etish rejalashtirilganligini nazarda tutuvchi kelishuv ishtirokchilari o'rtasida tuzilgan shartnomalar. Kelishuv ishtirokchilarining telefon so'zlashuvlari, ijtimoiy tarmoqlar orqali amalga oshirilgan yozishmalari, xatlar, qarorlar, bayonnomalar, hisob raqamlari, yuk xatlari, presskurantlar, to'lov va topshiriqnomalar. Kelishuv haqida dalolat beruvchi yozuvlar, qaydlar va boshqa hujjatlar. Kelishuv ishtirokchilarining, shu jumladan kelishuvda ishtirok etish taklifini olgan, lekin unga qo'shilishni rad etgan xo'jalik yurituvchi subyektlarning ko'rsatmalari va guvohliklari.
Kelishuvlar haqida ma'lumotga ega uchinchi shaxslarning guvohlik ko'rsatmalari. Raqobatga qarshi bitimlarni aniqlash va isbotlash. Bilvosita dalillar. Axborotni og'zaki yoki axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda ayirboshlash. Narxlarni oshkora e'lon qilish, zarurati mavjud bo'lmagan holda e'lon qilish. Raqobatga qarshi kelishuvlar va muvofiqlashtirilgan harakatlarni sodir etilishiga olib keladigan bir xil va sinxron harakatlarni amalga oshirish. Narxni oshirish yoki pasaytirish uchun individual iqtisodiy sabablar. Umumiy tashqi omillar mavjud bo'lmagan holatda narxlarni bir vaqtda yoki ketma-ketlikda oshirish, pasaytirish, shu jumladan amaldagi narxlar asosida tovarlarning yangi xaridorlar tomonidan sotib olinishini yoki undan foydalanishini cheklash. Tovarni ishlab chiqarishga yoki sotib olish yoxud realizatsiya qilish xarajatlarining turlari miqdorida yagona narxlarni parallel yoki ketma-ketlikda belgilash. Bilvosita dalillar. Tovarlarni ishlab chiqarishda iqtisodiy yoki texnologik jihatdan asossiz ravishda kamaytirish va tugatish yoxud texnologiyalar va investitsiyalarni cheklash. Tovarlar yoki ularning hajmi muayyan mintaqalarda realizatsiya qilishning cheklanganligini yoki mavjud emasligi. Muayyan tovar va moliya bozoriga nisbatan tovar narxining o'ta yuqori darajada bo'lishi. Raqobatga qarshi kelishuvlar va muvofiqlashtirilgan harakatlar ishtirokchisi sifatida ko'rilayotgan shaxslarning uchrashuvlari, shu jumladan bir paytda va bir xil joyga amalga oshirilgan tashriflari. Javobgarlikdan ozod qilish dasturi. Monopoliyaga qarshi kurashish organiga birinchi bo'lib ixtiyoriy ravishda raqobatni cheklovchi bitimlar tuzilishi va ijro etilishi to'g'risida xabar bergan shaxs ma'muriy va moliyaviy javobgarlikdan ozod qilinadi. Raqobat to'g'risidagi qonun 20-modda. E'tiboringiz uchun rahmat.